Shu desangiz dadasi o'g'limizga bir qiz topdim. Marketolog, tarketolog ekan. Ham videograf ekan. Nima deysiz? Shu zamonlarga ham keldikmi? Yo'qmi ekan buna bir pishirishni biladigan, tikishni biladigan yo'qmi ekan? Tik uchun nima qilasiz? Erini ishton-pishtoni yirtilsa tikadi. Videograf nima qiladi? Syomka qilib internetga qo'yadi, qaranglar qanaqa yirtilib qolibdi. O'qimasin emas, o'qisin, oliy ma'lumotli bo'lsin, xohlagan kasbini egallasin, lekin oiladan ham bilan nimadir kelish kerak-da. Bir vaqti bo'lganda mana bir Sarpo akademiyada o'qib chiqqan ekan, desa, bir havas qilaylik biz. Yo'qmi shunaqasi? Qaynanasi kimidi, kelin kim bo'ladi? Mana Sarpo akademiyada o'qib chiqsin, bir qo'li ras yormasa, mana ikkisi ishtonni qara yirtilyapti.